Assalomualaykum adash, qadar aqallar. Assalom adash, yaxshimi? Tinchlikdan turamsiz? Yaxshi. O'zingizcha yaxshimi? Voy adash, men-ku yaxshi. Bu sizning-da isim olib ketdinglar. Uncha emas-ku. Shu. Va burun biz sapli bir adashdingizlar. Adash burunmi? Qilib bir kelishgan yigit o'q edi. Voy chaqliq. Sizlar kelishgan yigit olgan bo'lsanglar, 28 yoshlik to'y qilmay cho'glab yurmasdinglar. Hey, bo'ldi. Sizlar qizlarni ma'tuchira deb yaratmagan unutib qolsizda. Astag'firullah. Ammo ash qizlar ma'turqonni ko'rib qolsa, ish tegadigan odam asli mush ekan deb ketirishmaydi. Bo'ldi, adash. Bo'ldi. Ko'ni hammani so'ribman, odamni xijil qilmanglar. Hey, eliqi men necha qatim talab qo'ysam unimigan Soniya va o. Ha, mektubimizni guli. Oxir shuning bilan to'y qilib balaliq bo'ldim deyman. Voy, muborak bo'lsin adash. Oxir murodingga yetibsizlar-da. Balangni bo'rimi, tulkimi? Nima deydigandimi adash? O'g'izxonning bo'risidanglar. Muborak bo'lsin. Ay balangning baxti kelsin. O'g'izxondek bahotir bo'lsin. Rahmat, deginingni kelsin adash. Adash, men qiziqib kelyapman-a? Nimaga? Bu sizning Soniya maktab faqat yaratmaganda qanday olib uni qo'lga tushirib oldinglar? Daqanqa o'qitib isitib oldinglarmi ya? Voy adash, shu chaqda bir isitolay deb daqanqa o'qisam, o bag'an sir sovib ketgan deyman. Qaramlik qilib ash qizlarni majburlab elib qechibsizlar adash, ha? Yo'q. Soniyani epqo qaçmadım. Amma tushundim. Aslash qimmat baholik kiyimlarni epirib, Soniyani aldab ketibsizlar. Nima deydigandimi adash? Hey, o qimmat baholik kiyimni Soniyaga emas, o'zimga oldim, o'zimga. Bu nima qiyinligimda? Adash, shu vaqtda mushu so'ygining savdosidanmikin, bilmadim, o'zimni yomon tashlab ketganman. Bu chash soqolim amma yurish turishimga diqqat qilmay, yomon vayron bo'lib ketganman deyman. Mana o'zingizlar bilibsizlar. Shu vaqtda qo'ysizlar. Ras gapni qilsam, bu chashlaringlar, majnunlarnikidek paqpiyib. Ma kiyim-kechaklaringizlar, ay satrashning kaplig'ichidek maylishib, tamakini to'lichib chiroylarini sag'irib, nayt g'ilitadan bo'lib ketdingiz mayvadi shayva. Soniyami boshqalarga uzg'o qil kelishgan yigit ekan, ammo yomon vayrona, bo'lish yo'q ekan deb boshlab so'zlab yuribdi emasmi? To'g'ri. Ay g'arblikning padibsishtonlik divanisiga o'xshab qolganting deymiz vaqtida. Mush gapni anglagandan keyin xat to'xtabdi Soniya. Men o'zimni shu g'arbchi bir yasab Pakizligimni sana bir ko'stib qo'yay deb bir kuni So'di saroy menib yurib, o'zimga bir qur kiyim setib oldim. Qanday kiyim oldinglar? Qanday kiyim oldim? Tip qizil ko'ynakka 6-7 yad yanchiqova oppoq osmishdandan birini parlab kiydim. Ana shahni. Buningga moslashtirib, ay osmidek ko'k galstukdan birini taqdim. To'g'ri. Ay tuxum serig'i egizi pashlinliq oyoqqa shoptul chechga paypoqdan birini parlab sopdim. Acamning bulapkisini bo'ynimga osdim. Osdinglar. Onamning bilaguzugini biligimga soldim. Xonachamning uzugini barmoqimga taqdim. Hammachamning zirishini quliqingizga osdinglar. Shuning bilan chechimni xonachamnikidek bir tal o'rib g'arblikning padichi oppoq shlapisidan birini shunda yanto kiyib Soniyaning oldiga kelsam, o shunda kulib ketdiki, kulibdi-da. Oxir qo'limga tushding-ku deb o'yladim. Cho'chirni ham sanabsa. Shuning bilan Soniya gulga, ey dunyo go'zallarining gul toji, men bo'lsam dunyo yigitlarining shoh toji. Ikkimiz to'y qilsak, oy bilan kun to'y qilgandek mo'jiza bo'ladi. Bo'lmasa, men yulduzdek soqit loysudek eqib ketaman deb yupish qildim. Soniya bu tuzi yo'q gapini anglab, keyingi ponga tushmagan. Siz men bilan to'y qilaman degichi, men yurish turishingizni o'ngshab, bir odamdek bo'lib keling-a? Demasmi? Soniya chilig gap qildi. Agar men bo'lgan bo'lsam, voy tetiqsiz chaqin ablah. Mushtarik bilan xotnalar bilan keldingmi? Sen bu tiriqing bilan xotnamay, aytaysan o'qdak. Deydim nima aytaysan? Hadi shu, ochiqlik qilib bo'lgan-ku. Bu ayol kishi bo'lsangmi, hozir erkaksadek ayol bo'lamiz ekansan. Voy, sinirlik chaqin turqingni ko'rsa, burunni erkaksadek qilib ketdi deyman. Voy adash. Qanday nomus qilmay chiqding deyman, o'zingni dapqimni qiladan kesilmaslar. Ey, ay shunday kiyinib olganlarning chiroyli qizlarni qo'ltiqlab, mush ko'shko'ylarni menib yugunni ko'rib, men bir sinab boqay debdim-da. Ey, adash, sizlar shunda chaqin yigitlar menga menisining da'diva qizib olamdinglar yoki Soniyadek hayolik, adab axloqlik, anda noch qizib olamdinglar. Durust aytsa adash, rost dedinglar. Lekin
mush har qandaq bir yomon ishning yaxshi tarafi bor degandek Saniya Turqin shunda bir qarab o'tgandan keyin so'mkisidan kitobdan birini olib takkida qo'limga tutib qo'yib aqsig'im qaramay ketib qoldi. Qanday kitobga o? Qanday kitob bo'ladi? Go'zallik senda degan kitobga. Yaxshimka? Siz o'qimaganmi? Yo'q. Ey adash, men tavsiya qilaman. Mush kitobni cho'qim o'qinglar. Bu kitobda mush insonlardagi ichki go'zallik, tashqi go'zallik atrofli so'zlanibdi. Bu kitobni men qayta o'qidim, tadqiq qildim. Shuningdan keyin o'zimga shundoq qarasam, o'zimga hech o'xshamayman. Bu bo'lmabdi. Sal o'zimni tuzashtiray dedim. Shuningdan boshqa yana boshqalarning kiyinishiga diqqat qiladigan bo'ldim. Adash, shuningdan qaraganmish ba'zi odamlar mush kiyim kiyishni faqat o'zining mush badanini yepish uchun deb o'ylaydigan o'xshaydi. Qandaq so'rinda qandaq kiyim kiydi, buni bilan faqat hisoblashmaydi ekan adash. Adash, bu kiyim kiyish degan zo'r madaniyat bu. Bir odamning kiyimi qarab, uning qaysi millat ekanligini, yosh quramini, madaniyat saviyasini, ro'yi holtini to'liq bilib olgan bo'ldi emasmi? Shunday ekan. Necha 10 ming yillar ilgari insonlar taqi madaniyatni tushunmagachga kiyim kiymay yalang'och yurishibdi ekan. Keyin madaniyatni barpo qildi, asta-asta qabul qildi. Shuning bilan kiyim kiyishni o'rganib ekan. Ammo adashmish yaqinda ko'chalar qaraydigan bo'lsam, mush ba'zi odamlarimiz mush madaniyatdan zerikib ketdimi, nima? Qanday deysizlar? Mush har simiz ayollar uchaydak tor shimlarni kiyib, lo'kildab melish ketadigan mush ko'chada. Bir set, ikki set ulardanlar. Mush yosh cho'ng bo'lganlarmi, men onalarga xos kiyim kechaklarni kiymay, Termanda saçlarını 70 yadın kesip alı yeşil boyab melish ketadi ekan. Bundan xotinlar adamning ona deyishtirni tili kuydanlar. Aşının balları aşında herhan sardan çeçeva qari xotinlarni ona adamdi, mamoshka adamdi ham dedi. Ya çapqılalım edip qari qilib ketdik deyman. Yaşlarımızdan ahvali teximi eğer qaraydigan bo'lsak, shunda chiroyli qizlarimiz hili bir yerlerini ejvagan adamning nomusini keltirib. Chet elning kinolardagi Qizil Chiroq rayonida xarida saqlab turgan satangdekdanglar. Ularning kiyib olgan kiyimiga qarab, qaysi millat ekanligini ya bilgili bo'lmagan. Bu to'ylarimiz-chi. To'ylarimizda Fransiyaninki modalarnikidek hamir uchiq kiyimlarini kiyib olib güzel bedenlerini körgezmi kılıvatmandı değil mi? Kızlarımız adaş. Adaş, emniyette bu güzel bedenini körgezmi kılış emez. Depseldi kılış diye soğuladı bunu. Muşunu tek nomus kılmayı terakkiya deyişip gidiyor ki. Kurup kesin onda terakkiya adaş. Emniyette bakın muşu terakki kılgan ellerde, ula toy tökün, murasımlarda üzünün en bir milli kiyimini giydiken bu musa? Doğru da. Hazır bizim milli kiyimlerimiz fakat sahnede kaldı adaş. Oğullar kızgıladek yasını vagan, kızlar oğullardek yasını vagan. Keyneden karab kas kızımız, kas kirlimiz ya onu perakki olmagan. Muşu çeçini 40 dal örüp, gül dop giyip, ot kaşık atlas köyüne kiyip vagan kızlarını görsek, bak makiyim bu kızga acayip yarışıptı deyişinin orduğa, makızalı saran ukağa okşaydı o deyişti yanmayımız. Şunda. Bu dop giyip vagan jigitlerimizi uçurtup basak o, atla, muşunun uydu bir ölüm boğağa okşaydı deyişlerimiz var teke. Beşini dığıntımağını kiyip, tonunu kiyip, belvağını bağlap, belvaqqa çuçulu kılapını ez. Yüzüge şapırlık jigitlerimizi görüp kalsak o, ma saralıkның peyli yaman. Dep keçti korkmayımız, yanmayımız değil mi? Adaş, bundak misallarını sözlesek intayın tola. Ben muş işlerini köygenden kin, neymiş ki muşu kiyimle kesbeki kızıkıp kaldım karanlığa. Kiyin bu kesbde məxsus okudum. Hoşda mı? Ançı neticemi kazdıp kaldım. Hem yakında bir muşu kiyim keçek körgezmesi açayım ikin davatını. Oy adaş, mandadыңlar bu. Neymiş kılında işin olap ketdi eken sen mesele hünevim olap ketsindiңlar. Adaş, ançı üzümüzü tüzeştirmesek, ilim, hüner, ügelmesek, saniyedeki çıraylı kızlarını tanda tutup bağlı olurdu değil mi? Adaş, onu mu dedik, bunu mu dedik, menin sıvaqı sizler, ahmetlik iştallap sizler. Rahmet. Sizler adaşmış milletimizdeki ananısıge varıslık kılıp, yüzümüzge mas kildiğen kiyimini laylanlar. Demişsek nazır biz yüzümüz okşamaya kaldık adaş. Sizlik desem yakında karanglar. Muş çoğanamgı bir kiyim hep bireyde bazarını bir hep daylanıp bir kiyim tapanmadım deyme. Bu boşluk kemme var. Rast değilse. Bolup mu yaşanğanğa layık kiyim anç yok. Ama yaşanğanlar bunundaki hatırcam bolsun. Ulağa endi kiyim bağlıdı. Hey kısım hatırcam bol ona da. Çoğanağlığı ben bir kançı kurup kiyim tiktirmeyeceğim. Oy rahmet adaş, rahmet. Ama çoğanağımız ziyan tahtasılamı ki? Bu ne mi degin ağlamda?
Men layiligen kiyimni kiyip o salopatleşip güzelleşip kelse bu boyla hep kaçamıkin deyman ha? Çak qilmanglar adaş. Mening mo'mamni adib qachidiga qanday bu ekan va? Men tikkan kiyimni kiygen salopatlik bu boyla olmam da.